Aka, ko'rmay qoldingizmi deyman? Charchaganimga ko'zim ketib qopti. Voy, tushunmadimi? Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Tosh mashinada. Men bor uzr. Ayb menda. Uzr bilan ish bitmaydi. Buni bamperi nesh pul turishini bilasanmi? Nesh pul tursa ham qilib beraman. Faqat xos to'lab berishga sharoitim yo'q. Sharoitingni menga nima qizig'i bor? Avvalambor men bor uzr sizlar ishiga aralashayotganimga, menimcha hech qaysi bir inson ertalab ko'chaga chiqayotganda uyda moshinamni uraman deb chiqmaydi. Aka, yaxshilik kelishib olaylik-da. Nimani kelishamiz? Oldin platik qil, keyin gapir. Kimsan sen o'zi? Allohning qulimi. Tinchlikmi? Gapga ustaman degan bilatni. Mana deb urishmaylar. Shunda bu yoqqa qarab oling. Hozir sizga sharoitimni tushuntirib olman-ku. Voy, tushunmadim. Bu hozir Allohning quliman deyapti. Mashinamning nomerini rasmga yozdi. Terpiylik ekan-ku bu. Menga qaro bilatnoy, bu yoqqa. Ho, quloq. Tiling chiqib qoldimi? Mashina texnik pasportini ol bu yoqqa. Kimsan, men senga texnik pasportni berishim kerak. Ol tez, shoshilib olma, boradigan joyim bor. Texnik pasport yo'q, qo'lingdan kelsa ol. Hozir. Menga qara Mohir, 402 ga yonimda edi. Shuna texnik pasportni olib berib tursin, bir narsa kerak edi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yo'q, tanimayman. Texnik pasportni ber, bo'l. Bo'ldi, xo'p. Mana aka. Mana buni ushla. Nima qilaman buni? Endi ikkaloni o'qichi.